Assalomu alaykum do'stlar, anglayotganinglar bu kechisiz tanho emas programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Bir kuni kash xizmat ishim uyga qaytib kelib, balkon chirog'ining yorug' turganligini ko'rib, ayolni unutib qolgan o'xshaydi deb o'ylabdi. Şunun bilan u balkonga chiqib, chiroqni o'chirib bo'lganda ayoli uni to'sibdi. U intayin hayron bo'lib, ayoldan nima bo'lganligini so'rar ekan, ayoli deraza sirtini ko'rsatibdi. U deraza sirtidagi yo'l bo'yida axlat to'lgan bir cho'ng uchchoqli harvoning turganligini, harvo yanida axlat teriydigan bir jup ayolning chiroq nurida o'ltirib, bir tarafdan chaqchaqlashqash, bir tarafdan g'izolanayotganligini ko'ribdi. Bu chiroq nuri aslida bu bir juplarni yo'rtib turganligini ko'rgan xizmatdashim u ayolga qarab kulimsirabdi. Shundaqla ayolni quchoqlab balkondan asta ayrilibdi. Deraza sirtidagi u bir jup ayollarmi bu natunish shaharda ular uchun atayin chichilayotgan bu chiroqni mangu bilmaydi albatta. Shundaq do'stlar, minnatdorlik qalbimiz bilan atrofimizdagi kishilar uchun nur bo'layli, nur chachayli.